إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. Biz eshitgan va yaxshi ko'radigan ovoz egasi Masjidul Haram hamda Masjidul Nabaviyning bosh imomi Abdurahmon al-Sudays haqida. Sudays 1960-yilda Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodda tug'ilgan. 12 yoshida Qur'onni yod olib, hofizi Qur'on bo'lgan. Ar-Riyod hamda Ummal Qur'a universitetlarida tahsil olgan. Hozirda unda magistrlik hamda islom shariati fanlari doktori darajasi bor. Sudays 1984-yilda atigi 24 yoshida Masjidul Haram, ya'ni Ka'batulloh imomiga aylangan. Doim musulmonlarni qo'llab-quvvatlashi, islom diniga bo'lgan xizmatlari natijasida 2005-yilda uni Yil islom shaxsi mukofoti bilan taqdirlashgan. U 2012-yilda qirollik farmoniga binoan ikki muqaddas masjidlar, ya'ni Masjidul Haram hamda Masjidul Nabaviyning rahbari etib tayinlandi. Sudays Ka'baga imom bo'lishiga onasining duolari sabab bo'lgan deb hisoblaydi. Chunki Sudays bolaligida sho'xlik qilsa yoki xato qilib qo'ysa, onasi uni urmagan, koyimagan. Og'zingdan qoning kelsin deb qarg'amagan. Aksincha, Ka'baga imom bo'lgur deb yaxshi niyat qilib urishgan. Albatta amallar niyatlarga bog'liq. Kelajakda Sudays onasi xohlagandek Ka'batullohga imom bo'ldi. Butun dunyo musulmonlarining suyukli imomiga aylandi. Bu videoni farzandi qori bo'lishni niyat qilayotgan onalarga yuboring.